Ellikqal'a tumanidagi 13-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida yozgi sog'lomlashtirish mavsumi qiziqarli va mazmuniy dasturlar asosida tashkil etilmoqda. Yozning iliq va musaffo kunlaridan unumli foydalangan holda mashg'ulotlar asosan ochiq havoda o'tkazilmoqda. Bu esa bolalarning jismoniy faolligini oshirish, immunitetini mustahkamlash, sog'lom turmush tarziga bo'lgan qiziqishni kuchaytirish hamda tabiat qo'ynida erkin harakat qilish imkonini yaratmoqda. Muassasada tashkil etilgan mashg'ulotlar suvni asrash, kelajakni asrash shiori ostida o'tkazilib, tarbiyalanuvchilarga suvning inson hayotidagi beqiyos ahamiyati, uni tejab sarflash va tabiat iste'molini asrash zarurligi sodda va qiziqarli usullar orqali tushuntirilmoqda. Bolajonlar amaliy mashg'ulotlar, suhbatlar, rasm chizish, aplikatsiya tayyorlash hamda turli didaktik o'yinlar orqali ekologik bilimlarini boyitib, atrof muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish ko'nikmalarini shakllantirmoqdalar. Shu bilan birga yozgi sog'lomlashtirish dasturi doirasida bolalarning intellektual va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga ham katta e'tibor qaratilgan. Tarbiyalanuvchilar meva va sabzavotlarni ajratish, sanash, mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi mashg'ulotlarda ishtirok etib, musiqa darslari, qo'shiq va raqslar orqali o'z iste'dodlarini namoyon etmoqdalar. Paxtalar chaman mazza qilib teraman, oq oltinni terganim bor, kuchimni beraman. Hoy kapalak qanotlaring ipakday, shuncha shoshib uchasan, qayerlarga ketasan? Men chiroyli laraman, kir adida qaraman, bahor kelsa quvonib, yashnab ko'ngil olaman. Vatan mening onamsan, issiq quchog'ing, olamda yagonamsan, aziz tuprog'ing, kelajaking buyukdir, yashna doimo, vatanim seni bugun tanidi dunyo. Muassasada bolalar salomatligini muhofaza qilish doimiy e'tibor markazida. Malakali tibbiyot xodimi tomonidan har bir tarbiyalanuvchilarning sog'lig'ini muntazam nazorat qilinib, profilaktik tavsiyalar berilib borilmoqda. Yozgi mavsumning eng sevimli mashg'ulotlaridan biri bo'lgan basseyndagi suv o'yinlari va chiniqtirish mashg'ulotlari esa bolalarning jismoniy rivojlanishi, chiniqishi va kayfiyatini ko'tarishga xizmat qilmoqda. Bizning 13-son maktabgacha ta'lim tashkilotimiz 2019-yilda tashkil topgan. Tashkilotimiz 180 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, hozirda 180 nafar tarbiyalanuvchi tarbiyalanib kelmoqda. Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligining 185-sonli buyrug'iga asosan yozgi sog'lomlashtirish davrida barcha mashg'ulotlar o'z vaqtida samarali amalga oshirilib, suvni asraymiz, kelajakni asraymiz mavzusida tarbiyachilarimiz o'z faoliyatlarini olib bormoqdalar. Qolaversa, tashkilotimizda to'garaklar tashkil qilingan, jismoniy tarbiya, musiqa hamda til to'garaklari o'z vaqtida ishlarini amalga oshirib kelmoqdalar. Darhaqiqat, bolalarning yozgi ta'tilini mazmunli tashkil etish, ularda tabiatga mehr, ekologik madaniyat, sog'lom turmush tarzi va ijodkorlik ko'nikmalarini shakllantirish kelajak avlodni barkamol etib tarbiyalashning muhim omillaridan biridir. Ellikqal'a tumanidagi 13-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida amalga oshirilayotgan ana shunday ezgu ishlar bugungi kunning muhim tarbiyaviy vazifasiga munosib xizmat qilmoqda.